Rahmatullohi barakatuh azizlar, bugun 27-sentyabr 25-yil. Sizlar bilan biz mana Qo'qondamiz. Mana hovlimda hozir Tungondan bir qadrdonimiz Yunus Ali keldilar. Shu kishiga iltimos qilib Abduvohid hoji Oltiariqdan ko'k qalamchasini olib kelib ulama qilgan edim. Hojiga ham rahmat. Roza krasnaya degan bir nav. Buni bir qadrdonimiz juda havas qiluvdagi iltimos shundan to'p keling deb. Hozir mana bittasini uzib berdim Yunus Aliga. Hali o'zim mazasini ko'rganim yo'q. Juda ajoyib, mana donlarni qarang. Chiroyli. Bu yana shingilcha endi bu. Katta vosh bo'lsa mana shu ajoyib chiroyli vosh bo'ladi. Yunus Ali, sizning fikringiz? Ayting, shu mazasini ko'rganingiz haqida nima fikrga keldingiz? Endi hozir buni uzib berdilar, biz ta'mini tatib ko'rdik. O'ziga xos bir yengilgina muskati ham bormi? Shu rayhonga o'xshagan bir narsani sezganday bo'ldim. Subhanalloh. Shu yengilgina bir sezildi, nimadir sezildi. O'sha yengil bir muskati borga ham o'xshadi. Yana bilmadim, yana endi bitta tanovul qilganda aniq bilavermaysiz, lekin sezildi, nimasi ham bor. Mana hoji aka, o'zingiz ham bitta ko'ring. Bismillah deb qani sizga sherik bo'lib, birinchi mana Yunus Aliga uzib berdim, endi o'zim ham qarang. Endi hozir uzum yeb oldimda, ta'mi shu o'tirib adashib ketmasin degan maqsadim ham bor. Qani mayli. Bir yengilgina bir narsasi bor. Bismillah. Shirani yaxshi to'plabdi-mi? Yaxshi. 21x bor, undan ko'p bo'lmasa agar. Bor, yetarli-da. Yetarli. Yetarli. Hali shakar talab qiluvchilar uchun yetarli. Mana daneylari yetilgan. Jigari ham bo'lib turibdi. Endi o'zi karsilma bo'lishi kerak. Mana ichi oqarib turibdi, lekin hozir menda tishlaganimda karsillash sezilmadi. Balki muddati o'tib qoldi moz-moz. Shunaqa bo'lishi ham mumkin. Lekin mana birodarimiz aytganlaridek, muskat ta'mi bor. Muskat ta'mi bor. Muskat ta'mi bor. O'xshatma qiladigan bo'lsam, muskat ta'mi meni hovlimdagi oldingi kolleksiyalarimdan Pyostredi yorqin muskat deb ko'rgansiz, bilasiz. Uniki ham bundan kuchliroq. To'g'rimi? Keyin Velisda ham mazasini ko'rgansiz. Ana shu ikkalasining aralashmasi bo'lib ketdi hozir. Shunaqa. Shu Velis bilan bu ikki o'rtasida ekan, qandaydir. Yaxshi, lekin muskat juda ali o'tkir bo'lib, aniq bilinadigan basul, lekin yo'g'am deya olmaysiz. Yo'g'am deya bor. Yumshoqqina, mayingina bir narsasi bor. Keyin nazarimda o'sha hali gapimni davomi, nazar bu kecha topib oldimda xomtoy qilib turib. U pishib o'tib keldi, ozmoz. Agar o'zini vaqtida olinsa, yana ham boshqacha bo'ladi. Karsillaydigan bo'ladi bu yana. Chunki go'shi oppoqda. Rozovый. Roza krasnaya, rozovый emas, roza krasnaya. To'g'risi buni muallifini kimligini ham bilavermayman. Endi aniqlaymiz. Shu ukrainlarda ta'mi qanaqasi bo'lishi kerak. Juda chiroyli ham rangi. Ajoyib.